Assalomu alaykum Guliston xalqimizga. 230 kvadratga qilingan atapleniya va topli pol xizmatlarimizni obzor qilyapmiz. Ko'ringlar, kimga kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqishinglar mumkin. Radiatorlar qo'yilgan, отдельный radiatordan tashqari hamma xonamizga topli pol bo'lgan. Eng qizig'i bu yerda yangiliklardan bittasi. Shu yerdan ko'rishinglar mumkin. Mana topli polli kollektorlarning oldiga kabellar kelgan. Buning sababi shuki, qishloqdagilarga qulaylik bo'lsin deb spalningizda yoki kuxnyada yoki zalda o'tirgan holatda topli polni haroratini boshqarishinglar mumkin. Mana bu yerga knop qo'yib beramiz, sensorli bo'ladi. Topli pol isib ketsa yoki sovib ketsa ana shu yerdan boshqarsanglar bo'ladi, ko'tarib yoki tushirib. Har bitta xonamizga radiator qo'yilgan, undan tashqari mana topli pollar tashlangan. Bular отдельный radiatorlarga qarab ketyapti. Sistemamiz nomi Lucchovoy bo'ladi. Mana topli pol bu yoqda. Mana har bitta xonamizga mana qanaqa kabellar kelgan, knopkaga endi qo'yiladi bular. Stashkadan keyin bugun stashkaga tushmoqchimiz. Bu yoqda sanuzilimiz. Sanuzilga ham radiatorga joy qo'yib ketilgan. Kabeldan keyin xudo xolasa qo'yamiz buni ham. Xo'p, bu yerda katta zal. Bu yerda yana bitta spalnimiz bor. Bularga ham hammasiga qilingan. Tagida mana bunaqa to'galar solib, ustidan falga. Bu xonamizda ham knopka bo'ladi, mana kabellar turibdi. Bu xona yana bitta zalimiz bor. Hozir men sizlarga podvalni ko'rsataman. Podval ham yashash uchun mo'ljallangan bo'lgan. Podvalni lestnisadan tushib kelishdi. Tagida mana bunga hop, sanuzul qilib berganmiz. Sanuzul tagida ham topli pollar bor. Plus radiator bo'ladi, xudo xolasa. Keyin kirorishimizda mana bunaqa kichkinagina holchasi bor. Bu yerda ham mana siz ko'rib turgan kollektorlar, xudo xolasa chiroyli qilib terib qo'yganmiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa ayta olasizlar. Bu taraf ozgina qorong'i ekan. Xo'p, mana bu yerda ham shunaqa topli pollar. Keyin bu yoqda ham. Bu yerda mana radiatorda o'rni bor. Bu yerda Suvadan keyin dog'onasi chiroyli qilib qo'yib beramiz. Endi sizlarga hamma uchun qiziq bo'layotgan hozir kotelni xonani ko'rsatamiz. Mana kotelni xonamiz, xudo xolasa kimga qanaqa bilmadim. Chiroyli qilib, bularga ideal qilib, rovna qilib berganmiz. Filtrlar to'rttali filtr, dash bypass qilib berganmiz. Mabodo filtr yo'lib qoladigan bo'lsa, bittasini ochib almashtirguniz yoki suv napori kamayib ketsa, filtr olib kelgunizgacha urib, bypass kranini ochasiz, ikkinchi liniyadan suv chiqadi. Xo'p, kotol qismimiz hali 100% bitgani yo'q. Kotolni zakaz berib qo'yganmiz, xudo xolasa. Bu yerda расширительный baklari bo'ladi. Podacha obratkadan separator dishlamatorlar qo'yilgan, gidrokollektorga to'g'ri chiroyli qilib terganmiz. 4 ta nasos qo'yilgan, ko'pchilik bitta nasos bilan ham qilyapti. Pechkamiz aniq bo'lmagani uchun, aniq bo'lganda ham biz qishloqda ko'proq svet o'chib qoladi, shuning uchun suvda aylanish tezroq bo'lsin deb 4 ta nasos qo'ydik. Topli pollarga alohida bypass kranlar qo'yilgan. Mana buni yordam beradigan joyi o'sha topli polga ketayotgan 80 gradus suvni bu yerda o'z nastroyga qo'yib olasiz. 45 yoki 30 yoki 20 o'z xohishingizga qarab qo'yib olasiz. Bir xilda suv ketaveradi. Radiatorlarga mana bir xilda o'sha kotoldan chiqayotgan qancha bo'lsa shuncha chiqib ketaveradi. Lekin radiatorlar ham har bittasini o'zini termogolovkasi bor. 40-45 qancha kerak bo'lsa shuncha gradusga qo'yib boshqarsanglar bo'ladi. Yoqqan bo'lsa bitta like, podpiska bosib qo'yinglar. Xudo xolasa kimga shunaqa chiroyli xizmatlar kerak bo'lsa aloqaga chiqinglar. Manzilimiz Guliston Mayeskiy madaniyat ko'chada.